Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, shifotalar, qadrdonlar. Aslida shifo Samarqanddagi ajoyib bir binoga kelib hozir o'zim hayratda turibman. 3 kun bo'ldi kelganimga. Yaqinda Toshkentga borib, endi adresini aytmayman, shifo maskaniga borib davolanib keldim. Birozdan keyin yana qaytalandi, uncha effekt ola olmadim. Lekin hojakamizdan shonalariga kelib o'sha masalalardan bizga birikta qo'yinchilik qiziq qoldi. Shu kun birinchi kunda o'zi chiroyli aytganda mo'jiza yuz berdi. To'g'risini tan berdimda, hoji aka katta rahmat. Biyo turguncha turing dedim. Sababi hozir mana 3 kun bo'ldi. Bor yo'g'i 3 kun ichida mendagi bu shamollashlar, davleniyamdan 200 ziyod chiqib ketadi. O'sha holatda bo'lgan yo'q. Prostate shamollashlar kecha kunduzi bir marta chiqyapti. Biyo turguncha turing deymiz. Kim agar ixlos bilan kelsa, bu kishilar shunda sababsiz, lekin Alloh taolo shifosini beraman inshaalloh. Hamma shifo topib kelsin. Hoji akamni uzoq umr tilayman. Men 80 yildan hoji bo'lib o'tibdilar. Bu kishilar ham inshaalloh Alloh hammamizni shifo bersin, shu yerda chiroyli bo'lib ketaylik. Salomat bo'lingizlar, kelingizlar. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun.